Ushlab tur. Har şey yapsan. Ama kanım kaçılık sizniki emasmidi? Berchi? Qani buni pul? It? Qani puli? Puh, 200, 250, 300, 350, 400. Qatdan oldingiz o'g'ilda shuncha pulni? Chiqdim menim Jahon akam berdilar. Aldama qatdan undan o'g'illagansan sen. Aldaganim yo'q. Mani oldiga olib bor chiqani. Mana Sen berdingmi o'g'limga shuncha katta pulni yo'q, o'g'irladim biron joydan. Nima deyapti bu? o'g'lingiz yaxshi bola, urmang, men uzun berdim deyapti, ha. Gap deyishyapti. Bundan keyin sen o'zingni o'rtoqlaring bilan o'ynaysan, bu o'zini o'rtoqlar bilan o'ynaydi. Hamma teng-tengi bilan o'ynaydi. Oldimga tush. Pulni qayta so'raydigan bo'lsang, nima qilasan menga berib, ho'kiz? Shu videoni ko'rib turgan aka-ukalarimiz ichida Rossiyada musofirda yurganlar bo'lsa, sizlarga Yubor ilovasidan foydalanishlaringni tavsiya qilaman. Nimaga deydigan bo'lsa, siz bu ilovadan Rossiyadan O'zbekistonga xohlasangiz so'mda, xohlasangiz dollarda bemalol pul jo'natasiz. Yubor ilovasi Play Marketdan App Store'da ham bor. Demak, nima qilamiz? Yubor ilovasidan foydalanamiz, sog' bo'lamiz, omon bo'lamiz. Qachon ko'rishamiz? 15 kundan beri savol. Bironingdan ho'kiz. Nima qilyapsan sen? Ma sokchepman. Omborxonani yig'ishtirib, g'ishtlar joyiga taxlab qo'y, tushundingmi? Men mol bozoriga ketyapman men. Bo'g'irsoq. Aka, nima deysan? Omborxonani tozalab, g'ishtlar joyiga taxlab qo'ygan, tushundingmi? Dadam menga aytganlari yo'q, o'zing qil. Men aytyapman senga. Devorga siygayni dadamga aytib beraman. Bo'pti. Alo. Jahon, oshga borasanmi o'zi? Chiq, eshik tagida turibman. Ya men oshga bora olmayman, pulim yo'q mening. Pas, bo'pti, chiq. Bu safar ham o'zim to'layman. Aka. Ha, Ne puling ko'rpachantaga yashirib ketyapsan? Men. o'rta. Endi nominglarni o'tmaylar senga. Umrim oxirigacha ishonmayman. Pas. Baki! Keling. Aka, ruchka o'zi berib turing, yozgani. Bo'l, hozir. Yozadimi yo'qmi bilmayman. Bitta tekshirib olasiz. Yozar ekan. Ya, aka, dori kerakmidi? Qani? Bo'ldi, aka. Hop. Mana aka. Sizdan 55 ming bo'ldi. Oling ko'zingiz surat.